Assalomu alaykum, guruh kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori, gul bozori. Kaç 80 ming so'm. Kamrog'i yo'qmi? Kamrog'i keyin bo'lsa kamaytirib chiqamiz, bo'lib chiqamiz. Yo'qmi hozir kichikroq? Yo'q. Bular qancha? Bunisi 70 ming so'm. To'ldir. Tuvaga ham o'zi bilan qarang, olib ko'ring. Berasizmi? Yo'q. Terminalga oz qolib kechki bozor bo'lib qoldi. Shunga sekin yig'ishtirish bo'ldi. Soat 4:10 bo'pti. Bugungi sana 7-dekabr 2025 yil. Qancha ekan? Qaysisi? 100 ming so'm. Bu smartlarimiz bor. Hop, 70 ming so'm. Lekin qaysi? Dekabrda 10 ming so'm opa. Kim bilir maşa diye 190 ming so'm. Baxayra. Narxni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga bemalol o'tib olishingiz mumkin. Bemalol shu narxlari bor. Telegram kanalimizga o'tish uchun nomerimizni yozib qo'ysangiz, ikkisilar ham bo'ladi. Nomerimiz 94lik 437 0880. Hamma gullarimiz narxlari bor. Mana Mesli deganlar, Mesli dekabrsini g'unchalayapti, 2 xil ekilgan oq bilan tushdi. Mana sizlarga aytilgan kalafoya 70 ming so'mligi, mana bular 60 ming so'm. Bambu. Sizlarga ko'ringlar, yana ham boshqa. Faqat boplabdi. Masim videomizdan bitta qoldi bu rangidan, nariginisidan. Oq chiptasini sotib yubordingmi sen bidumda? Boplasa. Hop, azalilar 100 ming so'm, 120 ming so'm. Mana bu dekabrslarimiz 10 ming so'm. Gullayaptilar ham. Mana bu nimamiz 160 ming so'm. To'xtab turishni ko'rsatib ketamiz. Mana bu kumkuvat. Bunisi 400 ming so'mligi mana shu mevalar o'ta ko'p. Kechagi videoda ko'rsatgandik. Yashil opib qo'ymayapti. Magi spatsakga qo'ydi. Sagoviy palma 180 ming so'm. Kamelalar 110 ming so'm. Mana 130 ming so'm. Keyin mana marta hop yangi dorimiz kelgan Xitoydan. Живая вода deb qo'yadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu Telegram kanalimizdan kecha ko'rganlar kelgan. Bundan yana bor. Hozir zakaz so'raganlar bor. Ertaga xudo xolasa qarshiga chiqaveramiz. Ko'proq so'raganlar bor. Buni narxi 25 ming so'm. Buni ishlatish anaqasi ko'pchilik aytdi kelib bugun. Men ishlatib ko'rganim bu yangi kelgani uchun buni hop 3 tomchi 4 tomchisi 1 litr suvga ekan, bargidan spray qilib sepsanglar bo'lar ekan. Buni qanaqa qilib tomchilashtiramiz deysizlar, buni o'zi tomchidan tushar ekan. Ko'rgan bo'lsanglar, narxi 25 ming. Qancha necha gram deganlarga 50 milligram deyapti. 50 gram teng. Ko'rishingiz mumkin. Bundan yana bor salapanimizda. Mana narxini aytganmiz. Sagoviy palma. Mana bu har qol sotib olishimizga buni egasi bor. Kematda mana bu ko'p so'raganlarga berdik. Mana lolani gullaydigan, mana hammasi gullaydi xudo xolasa. Buni donaga 2 ming so'm sotilyapti. Kilosi 130 ming so'm. Xo'p. Mana bunisi sal yirikroqi. Bunisi donasi 3 ming so'm. Donasi 3 ming so'm, kiloga 160 ming so'm. Bundan buyog'i masalan, ertaga zakallar chiqarib olsak, xudo xolasa, keyin bu yog'ini dona sotamiz. Hammasi xudo xolasa gullaydi. Katta piyoz. Ko'rasizlar. Xo'p, mana orkadeyamiz. Ha, gul aka. Bular mana xudo xolasa orkadeyam ikkita qoldi. 70 ming so'm sotildi. Singonium 45 ming so'm, 45 ming so'm. Buni birkinimiz 75 ming. 90 ming so'm Kalataya Makayan. Mana zenziyimiz 230 ming so'm. Ateşli. Ko'ryapsan, suvini joy. Boshqacha.
Ha, Kimchakani ovozi tashlab qo'ydi. bunisi biz ko'ramiz. Mana pastapkilar ham endi bundan buyog'i payshanba yakshanba ishlaydi-da endi. Har kuni 24 ga yetdimi? 24 ga 8. 8 hammi? Pastapkilar. Narxini o'zingizlarga aytamiz. Ko'pchilik xafa bo'lyapti, narxini aytib qo'ysak. Yo, unaqa deb bo'lmaydi. O'zim baloga qolaman ekan. Bu o'rikoqning necha puliga? 60 ming so'm ekan bir kilosi. Shu opaniki. Ha, mana olaveraman mana. Yo, meni ololmaysiz. Sizmi? Mana. Chiqara olmaysiz yutibga. Ha, chiqara olmayman. Chiqara olmaysiz. Chiqsiz-chi? Ha? YouTube'ga Narxlar chiqsiz. bilan chiqara olmaysiz. Yo, YouTube'ga chiqsiz, oshga berasiz. bilan chiqara olmaysiz. Hop, YouTube'ga narxlar bilan chiqarsak, oshga berasizmi? Ha? Oshga berasizmi? O'shan qilib beraveraman. Sekar oshga bersin. Oldin oshga bersin, keyin chiqaraman narxlarini. Aytingda. Jinnopam. Qarang, g'unchasi qani bu kamilar? Qaranglar, g'unchasi istab yuramiz ekan. O, bitta bor ekan. G'unchasi ko'p. Qani? Istasangiz pasta toping. Chiqarsiz, kanalingizga joylaymiz mana shunda. Qaysi kanalga? Ha, bemalol joylayvering. Archa nechi pul? 15 ming beraver. Nozik ekan, bir yilga shekilli. Mana sekin do'konlar yopilyapti. Mana bozor ham yig'ishtirilib bo'ldi. Kechib qoldi, soat 5 ga qarab ketyapti. Archa so'raganlar, bemalol archalar bor ekan. Ko'ra olasizlar mana. Kitob archalar qisqasi 40 mingdan 400 minggacha bor ekan. 400 mingga o'ta katta ekan. Qiymatda. Zo'r shular. Archa nechi pul kirgan skillar? Ular 200 mingdan beryapmiz. 200 ming so'm. Kattaroqlari bor 250 mingdan. Qimmatroq ekan. Bu kattarog'i nechi pul? 250 ming. 250 ming so'm. Burchlarimiz bor 60 mingdan mol rasmiylar. 60 ming so'm. Acha. Yomon gapirasiz. Sizlarni qarasam ko'rasizmi? Xayol o'zi. Ya, kinoshlardan bittasi 6 mingdan. Galoboy yil olgan ekan, bir narsa mana qamdi. Yana qayerdan bilan o'zingiz bor gaplashinglar. Mollari bor 10 mingdan. Bu archava 40 ming so'm archalarimiz. Hali palonni so'rayotgan odam mana paloni bor. 5 mingdan 15 so'm. minggacha. Ashitidami? Endi men orqada ham borda ko'mib qo'yganmiz. Kattaroqmi bu? Bo'y katta. Ha, 5 mingligini ham 5 ming, mana shu ham 5 mingga? Bu 10 ming so'm. 10 ming qo'ydim. Ya 5 ming, 15 ming yeysiz. Mana shu qopdagi 5 mingdan. Ha, qopdagi 5 ming. Mana qopdagi 5 mingdan. Nalar kattalar bor ekan, 15 ming Hamma so'm. so'rayapti, pagallardan 5 ming. 5 ming so'm kelarasizlar. Archalar emas, archalar qimmatroq. Yig'ish Keyin short. burchini ham bor, burchini so'raganlar. Dilmurodjon. Qani mevalaringiz? Qo'ysang, xuddi shuni qaytartirib olib O, ana marta bog'dorchilik qilaman deganlarga qaygan ko'mib qo'yilgan kategoriya bor ekan. Qo'qon gilosi, valovoy sersa bor ekan. Goldan orimni oshib berib. Bularga suv berib qo'ying ozgina. Suv berib qo'ying. Ha, suv berib bermay, bu tomondan men sop mashg'ul. Ha. Suv berib Atirgul ko'chasidan bor ekan. Atirgul ko'chasi nechi pul? 5 ming. Atirgullar mana 5 mingdan ko'chatlari. Kiparslarchi 70 ming. 70 ming so'm. burchini ham ko'rsatib qo'yaylik, burchini. Qani burchingiz? Mana burchi. Ha, mana burchi. Buni nechi pul? Buni 100 mingdan xatilyapti, sotilish 100 ming sotilyapti. 100 ming so'mdan berishyapti mana. Bu sotildi bunisi. Sotilibdi, lekin yana bor ekan. Bor, ko'p. O'zimizniki bu dehqonchi. Juda ko'p telefon qilyapti, haqiqatdan. Mana Necha yil? ko'rib oldi, 94lik. 437 437. 0880. Mana sekin ketdik endi joyimizga qarab. Buni berib qo'ying. Ha, kuzatib chap qo'ying, narigi telefonimda. Telefon ham ikkita bo'lsa shu ahvol ekan-da. Bor, bor. Xo'p. Mana tuvaylar ham bugundan yopishyapti ekan. 24 ga ko'proq kunduz holat qilishadi. Ha, qolgan kilo bozor kilosi tushaveradi. Tuvaylar razmerlari hammasi. Ha? Pulgilari bor, kattalari bor. Kattasi nechi pul? Ketma sopidagilari agar bo'y 3 metr bo'ladigan bo'lsa, qimmat. 3 metr yana nechi pul? 3 metрлari 600 mingga Necha sotilyapti. qimmat? Qimmat o'ladi o'zi. Tez sop 25 ming so'm. Bitta opada bor edi, mana shunaqa razmer. Kerak bo'lsa. Tollar, ketdik joyimizga qarab.
50 ming so'm ko'proq bora. Lavandachi? Agar o'tim yo'q, lavandam yo'q. Lavanda so'rashuvdi kecha kuni. Ana bugungi videomiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasa. Kameliya.